Siz nima ish qilsangiz ham uni yorqin bajaring. Ta'm bilan ilhomlaning, o'zingizni namoyon qiling va siz e'tibor markazida bo'lasiz. Yangi Freshtag limonadini tatib ko'ring. Freshtag limonadi porlash uchun quvvatlangan. Alpinist Everest cho'qqisiga yetay deb qoldi. Nihoyat, umr bo'yi orzu qilgan marrasiga bir qadam qoldi. Ammo shoshilish kerak. Bu balandlikda nafas olish qiyin. Sovuq esa odamni o'ldirishi hech gap emas. Bejiz bu joyni o'lim hududi deyishmasdi. Pastga qaraydi, kimdir unga tikilib turibdi. Bu kim bo'ldi endi? U oxirgi bo'lib ko'tarilayotgan edi. Orqada hech kim yo'q edi. Balki yakka o'zi chiqayotgan alpinistdir. Ammo u joyidan qimirlamay faqat unga qarab turardi. Shu payt unda qandaydir iliqlik his-tuyg'ular paydo bo'ladi. Qandaydir g'alati taskinlik. Xuddi uyda qulay divanda o'tirgandek. Biroz dam olay deya kichik bir tosh ustiga o'tiradi. Shu payt o'sha yolg'iz alpinist unga yaqinlashib kela boshlaydi. Juda mohir harakatlanayotgan edi. Xuddi shunday balandlikda tug'ilgandek. Lekin birdan oldida paydo bo'ladi. Qo'llarini yelkasiga qo'yib ko'zlariga tikiladi. Ularning qoramtir ko'zoynaklari qandaydir g'ayritabiiy kuch bilan o'ziga tortayotgandek. Alpinist qichqirmoqchi bo'ladi, lekin og'zidan hech qanday ovoz chiqmaydi. Salom. Men doktor Bobman va bu esa SCP-1529, ya'ni tog' qiroli. Videoni boshlashdan oldin sizdan bir iltimos. SCP videolari ko'proq tarqalishiga yordam bering. Eng yaxshi yordam obuna bo'lish va videoga like bosish. Bu bizga yanada ko'proq SCP anomaliyalarini chiqarishimizga motivatsiya beradi. Endi esa videoga qaytamiz. SCP-1529 Everest cho'qqisiga yaqin 8000 metr balandlikda yashovchi insonsimon maxluq. Bu hudud o'lim zonasi deb ataladi, chunki bu yerda kislorod shu qadar kamki, odam uzoq vaqt yashay olmaydi. SCP-1529 balandligi va vazni bo'yicha oddiy erkak kishiga o'xshaydi, ammo uning tashqi ko'rinishi sirli. U har doim oq rangdagi alpinizm kiyimida, qalin parka, shim va etikda yuradi. Eng g'alatisi, uning yuzi butunlay qoramtir ko'zoynaklar bilan berkitilgan. U boshqa kiyim kiygan holatda hech qachon kuzatilmagan. Hatto bu kiyim emas, balki o'zining bir qismi bo'lishi ham mumkin. SCP boshqarmasi bu g'alati mavjudot haqida 1970-yillarda Everestga chiqish ommalashgan paytda xabar topgan. Shu vaqtdan boshlab tog'da yo'qolgan alpinistlar haqidagi mish-mishlar tarqala boshlagan. 1999-yilda Everestni zabt etgan birinchi odam deb taxmin qilinadigan George Mallorning jasadi topiladi. Uning yonidan eski fotokameralardagi suratlar topilib, ularning ichida 1929-yildayoq SCP-1529 mavjud bo'lganini tasdiqlovchi kadrlar chiqadi. Bu jonzot ko'pincha harakatsiz bo'ladi. Ba'zan 17 daqiqa, ba'zan esa 8 oygacha qimirlamaydi. Ammo faol holatga o'tganida u hech qanday maxsus uskunalarsiz tog' cho'qqisiga chiqadi va hech qanday balandlik shartlariga ahamiyat bermaydi. U sovuqni ham, kuchli shamolni ham, past kislorod darajasini ham pisand qilmaydi. Hatto bir marta ham qoqilib yiqilganini kuzatilmagan. SCP-1529 qachon va nima sababdan harakatga kelishi noma'lum. Eng xavflisi, agar biror odam 8000 metr belgisidan o'tib ketsa, SCP-1529 u tomon harakatlana boshlaydi va yo'lini to'sadi. Bu paytda orqaga qaytishga kech bo'lishi mumkin. SCP-1529 odatda yakka o'zi yurgan alpinistlarni yoki guruhdan ancha oldinda yoki orqada qolganlarni nishonga oladi. Agar bunday imkoniyat bo'lmasa, u guruh ichidagi alpinistlarni ham nishonga olishi mumkin. Biror odam uning ko'rinish doirasiga tushsa, SCP-1529 unga ko'zlariga tikilib qaraydi. Bu esa odamni g'alati gipnoz holatiga tushiradi. Kechagina muzlab qolishdan qo'rqqan alpinist birdan issiqlik va xotirjamlikni his qila boshlaydi. Bu hissiyot balandlik kasalligi va sovuq ta'sirida yuzaga keladigan aldamchi hissiyot. Odam o'tirgisi keladi, keyin esa harakat qilishdan butunlay voz kechadi. Shu payt SCP-1529 tezda unga yaqinlashadi. Agar shunday bo'lsa, deyarli hammasi tugaydi. Jismoniy tekshiruvlar ko'rsatganidek, jabrlanuvchilar haddan tashqari sovuq ta'sirida halok bo'ladi. Eng dahshatlisi, bu jarayon oddiy muzlash
holatlardan ancha tez sodir bo'ladi. Atigi 1-2 soat ichida odam nobud bo'ladi. Odatda Everestda qolib ketgan jasadlar yillar davomida muzlab saqlanadi. Ammo SCP-1529 qurbonlari bir necha soat ichida mumiyolangan jasadlarga aylanadi. Hozirda Everestda 200 dan ortiq o'lim holati SCP-1529 bilan bog'liq deb taxmin qilinmoqda. Omon qolganlari esa boshqa alpinistlar vaqtida hushiga keltirilganlar. Eng mashhur hodisalardan biri 1529-1 voqeasi. SCP-1529 ilk bor 8000 metrdan pastga tushib, 7775 metrda joylashgan Kamp 5 lagerga bostirib kirgan. Natijada bir necha odam, jumladan SCP boshqarmasi xodimlari halok bo'lgan. Bitta alpinist esa mo'jizaviy tarzda tirik qolgan. Bu omon qolgan kishi keyinchalik SCP boshqarmasi agentlari bilan suhbatlashgan. Uning aytishicha, cho'qqidan pastga tushganida SCP-1529 10 daqiqa unga tikilib qolgan. U shu zahoti iliqlik va xotirjamlik his qilgan. Xuddi u uyda issiq o'choq yonida o'tirgandek edi. Ammo bir lahzadan so'ng bu issiqlik o'rnini dahshatli sovuq egallagan. Qo'zg'ala olmay, SCP-1529 uni asta-sekin yoniga kelayotganini kuzatishga majbur bo'lgan. Maxluq qo'llarini uning yelkasiga qo'ygan va uni yuziga yaqinlashgan. U ko'zoynaklarining qorong'u tubida qandaydir tasvirlarni ko'ra boshlagan. Issiq hammomlar, qumloq plyaj, olov yonidagi baxtli odamlar va nihoyat SCP-1529 alpinistning ongini ichiga so'zlagan. Sen mening sovg'amni rad etishga jur'at etdingmi? Omon qolgan alpinist bor kuchi bilan javob berishga harakat qilgan. Lablarini qimirlatib, oxirgi umid bilan shivirlab, "Ha" deb javob bergan. Shunda SCP-1529 unga boshqa tasvirlarni ko'rsatgan. Qor ostida qolgan o'nlab, yuzlab jasadlar. Everest cho'qqisida abadiy qolib ketgan bechora alpinistlar. SCP-1529 o'z qurbonlariga o'z o'limlarini batafsil ko'rsatadi. Har bir soniyasini. Omon qolgan alpinist ham tez orada ularga qo'shilishiga amin edi. Lekin ichida tirik qolishga istagi yonib turgan edi. U oxirgi kuchini yig'ib SCP-1529 ga musht tushiradi. SCP ko'zoynaga dars ketadi va keyin eslay olgani SCP boshqarmasi qutqaruv guruhi uni hushiga keltirayotgani edi. Bu voqeadan keyin u hech qachon tog' cho'qqilarni zabt etishga harakat qilmadi. Yillar o'tib vafot etganida shifokorlar uning tanasida og'ir sovuq ta'siri, muzlash va miya shishi alomatlarini topishadi. Ajablanarlisi, u vafotidan oldin 12 oy davomida 500 metrdan balandroq joyga ham chiqmagan edi. SCP-1529 Euclid klassifikatsiyasiga kiritilgan va doimiy teleskop va sun'iy yo'ldosh nazoratida bo'lishi kerak. Ammo kechiktirilgan video signal orqali kuzatish tavsiya etiladi. Chunki kuzatuvchilar ba'zan SCP-1529 ularni qayta tikilib kuzatayotganini va hatto sovuq va muzlash alomatlarini sezayotganini aytishgan. SCP-1529 faol bo'lganida tog' cho'qqisiga chiqish taqiqlanadi. Qurbonlarning jasadlari rasman balandlik kasalligi va sovuq tufayli vafot etgan deb e'lon qilinadi. Omon qolganlar esa maxsus xotira tozalovchi dorilar bilan davolanadi. Alpine Echo maxsus guruhi doimiy ravishda 7900 metr balandlikka moslashtirilgan bosimli muhitda kuzatuv holatida turadi. Shunda SCP-1529 bilan bog'liq favqulodda vaziyatlarda tezda vertolyotda yetib borishi mumkin. Va eng tashvishlisi, yana bir tog'da SCP-1529 ga o'xshash shaxs kuzatildi. Manzil maxfiy saqlanmoqda va mahalliy hukumat tog'ga chiqishni taqiqlab qo'ydi. Shu paytgacha xavf minimal, ammo SCP boshqarmasi boshqa tog'larni ham sinchkovlik bilan kuzatishda davom etmoqda. Endi borib Dr. Bobning fayllardan yana bir voqeasini tomosha qiling va biz ungacha SCPni boshqa fayllarini siz uchun tayyorlaymiz. Aytgancha mehnatimizni qadrlab videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.